To'v qildim. Kechining qo'sig'ini echib, tas qoldim o'lib qolg'il. Hammaylar shundoq bo'ptimiz. Kimdan so'rasam tunogin kech qo'sig'i echib uyg'onib ketganligini aytishyotdi. To'v qildi. Hammaylarning birlik ichida birli vaqtda qo'sig'i echib ketishi qandoqmi mumkin bo'lsa? Bu gul tunogin kech shundoq chiroyli echilibdi ekan, ammo bugun qurib ketibdi. Rost aytamsiz. Bog'chiga berib qarab boq. Seningcha sulashmagan gullar bormi ekan? Nurg'ulg'an daraxtlarning yaproqlari sarg'aymabdimi? Bir kunning ichida nima ish bo'lgandi? Haqiqatan hayron qolarlik. Bu bir qancha kundan beri tug'rilmay qoldim ya. Hammasi birli vaqt shundoq bo'lamdi. Hamda sahardan oqshomgacha. Shundaqmi? Meningcha cho'qim boshqa bir ish bo'lsa kerak. Tunugin kecha qo'sig'im ochgandek, kechalari undoq echib boqmagan. Men bu tunogin yarim kechida uyg'onib ketdim. Rostini aytsam, ochliq meni uyg'otibdi. Nima ish bo'ldi xonim? Turing. Bir ish bo'lmagandi. Nima ish bo'ldi? Qandoqroq tursiz, xonim? Bir ish bo'ldimi? Gözlerim kömedi. Endi yig'lamang. O'zingizni azoblamang deb qancha qattim aytdik sizga. Ko'zlaringiz ko'msa, turmushda qiynalib qolasizmi, xonim? Eğer yüzarsın kömse, mening bu gözlerim nimaga yaraydi? Ulug' Tanrimiz amon, ibodatxona xizmatkorlari va Ankimahoni qoldirsin. Qarasam, quruq qo'l qaytibsizlar. Aniq e'lon qilmadi, ammo hammaylar qaychilikning boshlang'ini bilibdi, afandim. Bu nima gap? Kim shundoq dedi? Nurg'ulg'an odamlarning qo'sig'i ichishi, daraxt yo'pirmoqlarning sarg'iyishi, qaychilikning boshlanganligidan derak beradi. 7 yildan keyin qaychilik boshlandi. Yuzarsifning deganlari keldi. Bundoq afsona gaplarga xalq ishonmasligi kerak. Har holda ehtiyot bilan tadbir qo'llanishimiz kerak. Hech bo'lmaganda 1 yillik bug'doyimizni burunqidek yig'ib saqlanglar. Agar qaychilik bo'lmasa, hech qisi yo'q. Agar bo'lib qolsa, Yuzarsifdan 1 yil kechikib bug'doy yiqqan bo'lamiz. Agar Yuzarsif 7 yillik bug'doy saqlash sirini balduroq oshkorlagan bo'lsa, bir qancha ombor silib, ham ibodatxonaning ehtiyojini qamday olaydik. Hamda Yuzarsifning qaychilikni kontrol qilishdagi jafolarini bekor qilib atgan bo'lardik. Yuzarsif bug'doyni boshaqlar bilan 7 yil saqlash sirini Tanrisidan bilganligini aytibdi. Buni bilasizlar. Bu asossiz. Tayini yo'q, qo'riq gap. Agar obdaroq o'ylasanglar, ancha asossizmi emas. Uning tushga to'g'ri ta'bir berishi, Misr hokimiyatida oqim muvaffaqiyat qozonishi, zo'r miqdorda bug'doy to'plashi va bug'doyni uzoq muddat saqlash siriga ega bo'lishi Yuzarsifning Tanrisining intoyin qudratli bir Tangri ekanligining dalil isboti. Agar u kuchli birisiga tayanmagan bo'lsa, biz bilan qarshilashish mumkin emas edi. Podiyamon, Ankimahu hazratlari Yuzarsifning va Tanrisining kuchini qabul qilmoqchimi? Ankimahu hazratlari, siz Yuzarsifning Tanrisining kuchini qabul qilib otamsiz? Yo'q, men buni qabul qilmadim. Faqat shuncha vala ko'p g'alba qilishning sababini bilib boqay dedim.
Men düşmanni kichiklab qaramayman. Oldimdagi bu haqiqatlarga ko'z yumolmayman. Hey, Berib, Zulayxadan suyunchamaymiz-mi? To'xta, biroz saqlaydi. Ang ovozi. Yuzarsifning qayerda ekanligini bilishimiz kerak. To'g'ri. Shunday qilaylik. ambarga boraylik. To'xta. Arabani to'xtat. Nim bo'ldi? Nima qilayotganligini bilamsan? Sening Amon ibodatxonasining rohiblaridan nima farqing bor? Nima ish xalqqa arziyat yetkazsan? Biz degan xalqning xo'jisi emas, balki xizmatkori. Buni bildingmi? Ha? Baş üstüge efendim. Aldırgıdek iş yo'q. Astroq mansam bo'ladi. Meni kechiringlar. Endi bang. Ambar tarafga mangapti. Bu qatim cho'qim yaxshi mukofot oladigan bo'ldik. Hech xabarimiz bo'lmadi. Ayolning ismi nima? Osanat. Atonning dindor odamlarining birining qizimish. Qachon to'y qildi? Bizning hech qanday xabarimiz yo'q. Biz uzundan beri saroydan sirtqa chiqmag'achqa hech narsadan xabarimiz yo'q. Anglashlarga qaraganda hozir uning bir qizi bor ekan. Bechora Zulayxa. Bu xabarni anglasa qandoq bo'lib ketar? Yo'q, u bilmaslik kerak. Buni hargiz uqtirmayli. Agar buni bilib qolsa, o'zini o'ltirib oladi. Yuzarsif hasratlari nimishqa bunday qishni qilgandi? Buning nimasi yomon? To'y qilmaslik kerakmidi? Yo'q. Xonim Zulayxa qandoq qiladi? Axlingda ozdingmisan? Zulayxaning hozirmi uningga oshiq ekanligini nerdan bilsin? Bo'libmi, o'ylab boqqin. Zulayxaning uningga solgan shuncha zulmlarni unutib ketalishi mumkinmi? Ikki odam siz bilan ko'rishimiz deydi xonim. Men bilan nima ishi bor ekan? Bu yak chaqir. Bu yanımı aniq ko'rolmadim. Kundan kunga ko'zlarimning nuri o'chiyotdi. Ko'p yig'ilganlikdan xonim. O'zingiz ichingiz og'risin. Ati mengash uchun boshqalardan yordam so'rashga to'g'ri keladi. Nemishki ko'zlaringizni tevib sinoyaga ko'rsatmaysiz? Balki davolab to'g'ri berishi mumkin edi. Mening tabibim boshqa biri. Uning bemoridan xabari yo'q. Xonim Zulayxaga salom. Bu salomlar mening Misrning ikkinchi ko'zi bo'lgan vaqtimga tabiiy. Hozir bu salomlar kulgili tuyuladi. Kelinglar. Nima gapinglar bor edi? Nima deb keldinglar? Suyuncha xonim, suyuncha. Biz bugun Yuzarsifni Maqsadimiz to'pana qilish emas. Sizni xushal qilish xonim. Yuzarsifning xabarini keldinglarmi? albatta. Shunda xonim, shunda. U ilgirkiga o'xshashla bug'doy Bizning Zulayxa xonimni xushal qilganimizdek Zulayxami ehtiyoj egilarini xushal qilmasmi? Ha? Shundoq. Bu yerda saqlab turinglar. Sizlar muhtoj qolgan kishilar emas. Allohchi qo'ymichisizlar. Elinglar, bular sizlarning tapan haqqinglar. Xonim to'xtang. Avval xabaringlarni aytinglar. Shundoq. Yuzarsif hazratlari Anvar tarafga. Anvar tarafga ketdi.
Bo'ldi bas. Ketinglar. Ambar tarafga ketdi deydi. Men mangdim. Onunğa əmrə bulunlar. Görüvatsızlar, köz bək naçarlaşıb getdi. Onu yalnız qoymağlar. Salam Yüzarsif Hazretleri. Salam Yüzarsif Hazretleri. Allah'ın salamı sizlergin bolsun. Bilge Yüzarsif'e selam. Mısır Aziz'e selam. Bilge Yüzarsif'e selam. Selam sana Yüzarsif. Mısır Aziz'e Oturup işinlerini kılıveringlar. 60 küre. Keyinkisi. Qaysi ambarından başladыңlar? 7 yıl ilgili toldurulgan ambardan efendim. Aferin. Dastlabki yillardagi buğdaylarni yana bir mezgil saqlasa chirib ketadi. Dehqonlarga o buğday berdinglarmi? Yok Hazretleri. Dehqonlar o'zlari uchun 1 yillik buğday saqlagan ekan. Fakat Ünervelle ve şehir ağasıga beryapmiz. 50 ben. 50 göre. Minnatdarman. Yaşsın danışma Yüzarsif. İsmin ve başka belgeler. Dijioti. Dadamның ismi Nemhut. Tepsin şərq tərəfindən 4 balam və ailəm var. Dici Hoti. Otural təbiqidin. O aydaki ülüşünüz 60 göre. Buğday sizge eliş bahasız satıldı. 60 da ben төлeysiz. Buğdayını yıllık takıtış, her ayda takıtıştın olsa emesmi Hazretim? 1 yillik buğday ko'p bo'lganligi uchun o'g'irlarning va manfaatparastlarning ishtihasini bo'g'ib qo'yadi. Xonim, sizga bir ish olmagandi. Qani turing. Yüzarsifni ko'rish mumkin bo'lmaydigan ish tursa, nemishqa shuncha chang turib olasiz xonim? Dəbbəsən sizlər düşənməysizlər. Men bilaman, siz Yüzarsifni yaxshi ko'rasiz. Ammo Yüzarsifni ko'rish uchun sog'lom bir ko'z, sog'lom bir yuz bo'lish kerak. Siz kech kunduz yig'lab, har ikkilisini ayrilib qolsangiz qanday qilasiz xonim? Kar bo'lganlar yuturganlarini izləyəməmdi. Qayrib sətlişib ketganlar canlarını qadrləyəməsmi? Men yuturgunumni izləyəvatman. Onu qadrləyəvatman, tushundinglarmi? Sətlik və korluq meni bu arzuyumni asla voz kechtirmaydi.
Nima ish bo'ldi, efendim? Birazini izlayotibsiz? Xuddi tushimdagi ayolni ko'rgandeklik qilaman. Balkim xiyoli tuyg'un bo'lsa kerak. Mayli. Nima bo'ldi xonim? Ehtimol meni ko'rdi. Aslida uni ko'ngil kelgandingiz-ku. Shundoq. Ammo u mening bu ko'rimsiz chiroyimni, ammo ko'zimni ko'rsin deb emas. Uni faqat men ko'rsammi bo'ldi. Lekin yaxshiroq ko'ramadim. Yuzar sitni nima ish shuncha ko'rgingiz keladi? Yusuf'imni bek yaxshi ko'raman. Quloq sep anglab baq. Bir karvanning ovozi anglayotam. Shundoq jo'ndada. Sen berib Bunyamini chaqirib kelgin. Mang'in qolsam. Tez bo'l. Diqqat qilgin. Nima ish dada? Bir ish bormi? O'g'lim Bunyamin, karvan beshini yenimga olib kelalamsan. Ta'lim sinib baqay. Allohning payg'ambari Yoqub salom. Allohning salimi sanami bo'lsin. Yo'ling ochiq bo'lsin. Nima bo'ldi? Allohning payg'ambari meni tunimayotdi-ku. Hech yo'q, faqat ko'zlarim bir oz ojizlab qoldi. Yig'lamang deb shuncha desammi, yig'lashdan to'xtamaydi. Deginamizlar. Qanday xabarlaring bor? Xabar ko'p, ammo siz kutgandek xush xabar yo'q. Qayerga ketyapsan? Nima tijorat qilyapsan? Ilgirkideklar Hindistondan xushbiroq materiallar elib, Ijoz va Kanan yo'li bilan Misrga olib, momiyachilarga setyapman Yoqub hazratlari. Yusuf o'g'limni izlab baqdimmi? Hindiston, Ijoz va Misrda ko'plagan savdogarlardan so'rdim, ammo taniydigan odam chiqmadi. Qul savdogarlardan so'rdim, ammo hech kim uni tanimaydi ekan. Sen bir qatim Misrdagi mahbus bir yosh yigit haqida xabar etgan eding. Sababini bilmayman, ammo Yusufni Misrdimikin deb o'ylayapti. Misrda nima xabarlar bor? Misrda qaychilik bo'ldi. Ammo bilimlik bo'lgan Misr azizi vaqtida bug'doy to'plab, hozirga qadar qaychilikni kontrol qilib keldi. Misr xalqi uni Yuzar Sif deb ataydi va bak yaxshi ko'rdi. Yuzar Sif dedimmi? Yusufga nima degan yaqin ism? Bizning Yusuf qayerda? Misrning vazirligi qayerda? Men Qirbovoyning iltijosini hargiz unutmadim. Ammo sen uchun har vaqt duo qilib turaman. Xotirjam bo'ling. Men bog'al yerimda Yusufingizni izlayman. Alloh sana va sen bilan birga yurganlarga esenlik, barakat va xayrlik nasib qilsin. Onun bilan tezroq uchrashishingizga tilakdoshman Allohning payg'ambari. Allohga omonat. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Ochiq bo'lsin.
Yaqında Kennandımı qahatchilik yuz berishi mumkin. Har qancha kechiksakmi, qo'limizdan kelishicha buğday yig'ishni boshlanglar. Qurg'oqchilikda qiynalib qolmanglar. Nilning suvi asta tarqalib ketyapti. Seningcha muqaddas Nil daryosi qurib ketami? Hanım. Hanım. Nim bo'ldi? Qani so'zlanglar. Bizni kechiring xonim. Ammo saroyda yigidek ish nasib qilmadi. Anglashimcha, muhtojlikda qolgan kishilarga bug'doy haqsiz beriladi ekan. Biz muhtoj emasmi? Yo'q xonim. Askarlar aholilarni tizimlaganda bu saroyni va saroy kishilarini muhtoj deb tizimlamadi xonim. Bu xil ahvolda bizga bug'doy berilmaydi ekan. Nima amal bor? Ambarlarning qishig'i berib beqanglar. Balkim bir oz bo'lsa bug'doy berishi mumkin. Men tama bilan berib boqay. Balkim bug'doy ola olamiz. Umid ancha zo'r bo'lmasimi, ammo bir ish qilishimiz kerak. To'xtanglar. U yo'mi sizlar bilan bilib olsin. Men xonimning yanında qolay. Shundaq. Saroyni yolg'iz tashlab qo'ymasligimiz kerak. Bir qancha qarayib ambar tarafga boraylik. Mangayli. Yozarsifning qog'alarini qabul qilmasligimiz kerak. Kishilar uning haqiqatan ishonadi. Yuzarsifning ojiz va muhtojlikda qolgan tuvan tabiiy kishilarini o'zining tortishda yaxshi natijaga erishganligini e'tirof qilishimiz kerak. U hammishda hokim va barliq ishlarni o'z kontroli ostida yurgizdi. Faqat tuvan tabiiy kishilar orasida emas, davlat boshqaruvchilari orasidami boshdan oxir nupus va iqtidor yo'llarini kengaytdi. Biz buni bilamiz. Bu intayin endish qilarlik bir ish. Eng kichik bir askar harakat qilib, hujumga o'tmay turibla, barliq ishlarda g'alaba qildi. Obdaroq o'ylab beqinglar. Saroydan bizni qandoq yiroqlashtirib, bu ibodatxonaga solab qo'yganligini o'ylab beqinglar. Qaranglar, xonish oyimni saroydan qandoq yiroqlashtirdi. Xalqning ko'pinchisini ibodatxonadan qandoq yiroqlashtirdi. Hurmatli Ankmaho. Meningcha, buningdimi aniq bo'lgan bir haqiqat borki, biz uni o'tirg'i qo'yishdan qo'rqamiz, apandim. Yuzarsif, Misrning tuvan tabiiy kishilarini birli ilohga ishonishga yaqinlashtirishda maqsadiga yetdi. Bu Amon ibodatxonasi va Misr tangrilari uchun cho'ng bir nomus. Bu nomuslarning hammasiga bug'doyning yo'qligi sabab bo'ldi. Tunji yilni o'tkazyapmiz. Hozir faqatli bug'doyimiz qolmadi. Ikkinchi va keyingi yillarda zodi qanday qilamiz? Dapiqinglarchi. Amon ibodatxonasidagi rahiblar davomli rohat farog'atda yashab keldi. Ochliqqa hargiz bardoshlik berolmaydi. Shunlashqa bug'doy elishga majburmiz. Ey ulug' Amon! Ey buyuk Amon! Yuzarsif bilan bo'lgan urushda ibodatxonadagi xizmatchilarimga yordam qilgin. Ey Amon! Bir
ko'ri bug'doy bir daban. Sana 30 ko'ri. Oyoq berib elvol. Nafar bolga 30 ko'ri. Keyingisi. Bir ko'ri bug'doy sizlarga 3 daban. Nim deydi u? 3 daban? Xudo bo'lib ketdi. Qur'onlar uchun bir daban. Ba'zilarga haqsiz. Ammo ish ibodatxonaga kelganda 3 daban. Shundoq demoqchimisiz? Qachilik va qurg'oqchilikqa qarshi turish xarajatlari qandoq yig'iladi? Muhtoj kishilardanmi yoki boylarning yon chiqadimi? Sen ibodatxonni boylar bilan teng ko'ryotamsan? Sizlardan boshqa boylardan og'inimizga o'xshash olamiz. Uningdan ko'p emas. Amon boy bo'lsa, nimiski siz bundaq deysiz? Siz ibodatxona rohiblarga texmi arzon bahada bug'doy berishingiz kerak. Shundoq. Biz hammaga Yuzarsif va uning ilohining barakati bilan erishdik. Amonning emas. Amon o'z rohiblarining qo'zg'in to'yg'izolmaydigan tursa. Ya'ni 3000 kishilik ibodatxona rohiblari uchun 9000 daban to'laymizmi? Shundoq. Rohib kimon? Ibodatxona buni to'lamaydi. Va Yuzarsifning so'mgarligiga bo'yin egmaydi. Ketayli. Ketayli. Keyingisi. Keyingisi. Nim bo'ldi? Ularni tunumsizlar. Tanımaydı ekanmiz. İsming nima? Oya efendim. Bu Defne oğlu. İsmim Tiyamini, Bengi'nin kızı. Tamam, Tebetman'ın kızı. İsminglar tizimlikda yo'q. Ya qulsizlar yoki boshqa birisining himoyasida bo'lsanglar kerak. To'g'ri deysiz efendim. Biz Potifar va Zulayxaning sarayida ishlaydigan xizmatkorlar biz. Shundoq. Bak afsus. Sizlarning nisivanglarni faqat sizlarning xo'janglar ololaydi. Sizlarga berolmaymiz. Xo'jayinimiz muhtojlik ilkida qoldi. Bo'lmas bizni avatmaydi. Bu qatam bug'doy bering. Va'da beraylik, kelar qatam hargiz kelmaymiz. Bu Yuzarsifning qonuni. Xo'janglar sizlarni boqamizsa, nemishqa sizlarni ozod qilmaydi. Ozod qilingan muhtoj kishilar davlatning qullari hisoblanib, qo'dashga erishidi. Bug'doy elish uchun yoki xo'janglar kelsin, yoki sizlarni ozod qilsin. Ondan haqsiz bug'doy olaysizlar. Ozod qilinsa haqsiz bug'doy beramsizlar? O'rlik xatinglar bo'lsa shundoq. U chog'da davlatning qullari bo'lsalar, davlatmi sizlarni beqish mas'uliyatini ustiga oladi. To'xtanglar! Kelinglar! Bu qatim sizlarga haqsiz bug'doy beray. Ammo kelarki qatim xo'janglar bilan birga kelinglar yoki o'rlik xatinglarni ep kelinglar. Tangri sizni va Yuzarsifni qo'g'disin efendim. Har biriga 10 ko'radan haqsiz bug'doy beringlar. Keyingisi. Kishilar amonga burunqidek ishonmaydigan bo'lib qopti-da.
Qaraganda yana quruq qo'l qaytibsizlar-da. Yuzarsif, oyladın ve kayınladın. Şes köpek qilishga buyruq qipti. Shuncha ko'p odamning ichida masxaraga qoldik, hamma odam bizni sog'liq qildi. Kim degan bo'g' edi? Bir kuni bug'doy oltindimi qimmat bo'ladi deb. Buğday quroli Yuzarsifning qo'lida. Men uning o'rnida bo'lgan bo'lsam, dushmanga qat'iy qarshi turib, mana bu shundoq fursatdan toza foydalanib, ularga bir talmi buğday bermagan bo'lardim. Endi qanaqa qilamiz? İbadetxona ishlaydigan minglarcha odam bizdan non talab qilyapsa. Bu degan bir urush. Biz urushda har turli tadbirlarni qo'llanishimiz kerak. Hozir kuch Yuzarsifning qo'lida. Uning bilan cho'qim yarashishimiz kerak. Ammo yengiligimizga tanbamasligimiz kerak. Yuzarsifning orzusi amalga oshib bo'lmaydi. Vaqt qurolga ta'sir qilinmasa, shu chaqda bizmi majburiy holda qilich ishiltimiz. Akinatun sarig'i berib, ta'chilik to'g'risida uning bilan paranglashishim kerak. Uningdan bizga haqsiz yoki hech bo'lmaganda eng arzon buğday berishni so'rayman. Berib Akinatunga mening bardig'anlik xabarimni yetkazinglar. Aramma shunchilikmi? Quloq qul bo'lgan mezgilda buğday bermaydi ekan. Buni bizga yaxshilik qilib berdi dedi. Xonim, biz өр bo'lish maqsadida emasdik. Agar ozod qilsam qanday qiladi ekan? U chaqda Misr davlati bizning ehtiyojimizni qamdash mas'uliyatini o'z ustiga oldi ekan, xonim. Chunki muhtoj kishilar qatoriga kirdi ekanmiz. Mening kaynimdan bu yoqqa menglar. Men bog'bon chaqirib kelay. Bu Potifarning muhri. Bu muhrni hech kim inkor qilolmaydi. Xonim, biz өр bo'lish maqsadida emasdik. Hech qaysimiz өр bo'lamiz demadik, xonim. Biz faqat huquqdorlarning so'zini yetkazib qo'ydik. Hech kimning ich og'ritishni xohlamayman. Sizlarmi bu xatarshgan saroyda umrlarni isrof qilmanglar. Ketinglar. Bugundan boshlab hur bo'ldim.